2026-yilning 1-aprel kuni NASA o'zining Artemida 2 missiyasini koinotga jo'natdi. Bu oxirgi 50 yildan ortiq vaqt ichida insoniyat yer atrofidagi fazoni tark etib, Oygacha boradigan birinchi parvozi bo'ldi. Butun missiya ro'parosi 10 kunga mo'ljallangan bo'lib, Orion kemasi Oy atrofini aylanib o'tishi va yana Yerga qaytib kelishi kerak. Bu parvoz inson yana Oyga qadam qo'yishi uchun zarur bo'lgan 3-chi, 4-chi va 5-chi Artemida missiyalari uchun yo'l ochadi. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi videoda Artemida 2 missiyasi haqida X prezidenti Gwyneth Shotwell bergan intervyuda insoniyatni Oyga qo'ndirish 2030-yilgacha amalga oshirilishi ma'lum qilindi. Artemida 2 missiyasining asosiy maqsadi esa Oygacha borish va u yerdan qaytishning barcha bosqichlarini oxirigacha mukammal darajada sinab ko'rishdir. Dasturning avvalgi bosqichi, ya'ni Artemida 1 missiyasi 2022-yil oxirida muvaffaqiyatli yakunlangan edi. O'shanda ham Orion kemasi Oy atrofini aylanib chiqqandi, biroq uning ichida odamlar yo'q edi. Aynan Orion kapsulasi ichida astronavtlarning borligi Artemida 2 ni avvalgi missiyadan ajratib turuvchi asosiy jihatdir. Bu haqiqiy parvoz sharoitida hayotni ta'minlash tizimlari va boshqa barcha qurilmalarning qanday ishlashini amalda tekshirish imkonini beradi. Aslida Artemida 2 birinchi missiyadan ko'p o'tmay uchirilishi kerak edi. Biroq birinchi parvoz vaqtida Orion kemasi odamlarni Oyga olib borishga hali to'liq tayyor emasligi ma'lum bo'ldi. Eng katta muammolardan biri kemaning issiqlikdan himoya qilish tizimida aniqlandi. Kema yer atmosferasiga kirayotganda tashqi qobig'i bir tekis erib, issiqlikni haydash o'rniga dars ketib, bo'lak-bo'lak bo'lib tusha boshlagan. Agar kutilmagan vaziyat yuz berganda, bu issiqlikning ichkariga o'tishi va ekipajning halok bo'lishiga olib kelishi mumkin edi. NASA mutaxassislari buni atmosfera ichiga kirish usulining noodatiyligi bilan izohlashdi. Orion kemasi tezlikni pasaytirish uchun atmosferaga xuddi suvga sho'ng'igandek kiradi. Keyin esa suvish uchun biroz yuqoriga chiqadi va shundan so'nggina yakuniy qo'nishni boshlaydi. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu usul issiqlik darajasini kamaytirishi kerak edi. Lekin navbat isish va sovish tashqi materiallarning dars ketishiga sabab bo'lgan. Natijada Artemida 2 parvoz dasturi butunlay o'zgartirildi. Lekin bu muammo to'liq hal bo'lganiga ishonch hosil qilish uchun juda ko'p vaqt talab etildi. Shuningdek, Space Launch System yoki qisqacha SLS raketasi ham muhandislarni biroz tashvishga soldi. Raketa tizimlarida juda jiddiy nosozliklar topilmagan bo'lsa-da, ba'zi kamchiliklar yaqqol ko'zga tashlandi. Masalan, dvigatellar uchun yoqilg'i bo'lgan suyuq vodorodning sizib chiqish holatlari aniqlandi. Bundan tashqari, start vaqtida raketaning dum qismi kutilganidan kuchliroq titragan. Bu esa dvigatel uchlaridagi issiqlik himoyasining ko'chib ketishiga olib kelgan. Biroq eng asosiy muammo bunday raketalarni yig'ish tezligining juda pastligida edi. SLS raketasining ko'p qismlari sanoat darajasida emas, balki qo'lda yig'iladigan qilib tayyorlangan. Ishlab chiqarish texnologiyasi hali to'liq yo'lga qo'yilmagani sababli ikkinchi SLS raketasini tayyorlash kutilganidan ancha uzoq vaqt davom etdi. Mana shu sabablarga ko'ra, birinchi va ikkinchi missiya orasida 3,5 yil vaqt o'tib ketdi. 2026-yilning 2-aprel kuni esa Orion kemasi nihoyat Oy sari yo'l oldi. Oxirgi 54 yil davomida birorta ham inson yer orbitasini tark etish uchun kerak bo'ladigan soniyasiga 11 kilometrlik tezlikka chiqmagan edi. Raketa ko'kka ko'tarilgandan so'ng darhol Oy tomonga yo'l olmadi. Dastlab kema yer atrofida 2 marta aylanib chiqdi va shu vaqt ichida barcha tizimlar bir qator jiddiy tekshiruvlardan o'tdi. Parvoz boshlanganidan bir kundan sal ko'proq vaqt o'tgach, rejalashtirilgandek kema dvigatellari 5 daqiqadan ko'proq vaqt davomida to'xtovsiz ishladi. Bu kuchli turtki kemani kerakli darajada tezlanish olishga va uni Oy tomon eltuvchi aniq yo'lga olib chiqdi. Butun ekspeditsiya davomida kema boshqa bunday katta quvvat sarflaydigan harakatlarni amalga oshirishi ko'zda tutilmagan. U Oydan Yerga inersiya kuchi bilan qaytib kelmoqda, chunki uning parvoz yo'nalishi aynan shunday hisoblab chiqilgan. Faqatgina yo'lni birozgina to'g'irlash uchun qisqa muddatli impulsiy turtkilar berilishi mumkin xolos. Parvozning eng qaltis va xavfli qismi kemaning yer atmosferasiga qayta kirish jarayoni bo'lib qolmoqda. Biroq missiyaning eng boshidayoq ikkita kutilmagan muammo yuzaga keldi. Birinchisi aloqa bilan bog'liq bo'lib, u bir muddat faqat bir tomonlama ishladi. Natijada NASA foydalanadigan maxsus aloqa tizimi ancha eskirgani va muntazam muammolarga duch kelishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Aynan shu sababli ham NASAdan kelayotgan videolarning sifati SpaceX kompaniyasining zamonaviy Starlink tizimi orqali uzatiladigan videolaridan ancha past bo'ldi. Bu farqni Orion kemasidan olib ko'rsatilgan jonli efirda ham aniq ko'rish mumkin.
Xayriyatki, bir oz vaqt o'tgach, aloqa yana to'liq ishlab ketdi. Ikkinchi qiyinchilik esa ancha kutilmagan hojatxona bilan bog'liq edi. Orion o'z ichida alohida hojatxonaga ega bo'lgan birinchi kema hisoblanadi. Masalan, Apollon davridagi astronavtlar o'z ehtiyojlari uchun maxsus paketlarni skoch bilan yopishtirib yurishgan. Bu nafaqat noqulay, balki kema ichidagi elektr jihozlari uchun xavfli ham edi. Hatto zamonaviy Crew Dragon kemasida ham hojatxona umumiy xonadan faqat yubqa parda bilan ajratilgan xolos. Oriondagi yangi texnik tizim esa parvoz boshida va umuman parvoz davomida ham bir necha marta ishlamay qoldi. Koinot sharoitida hojatxona nasoslar orqali ishlaydi. Tizim o'chib qolishi esa undan foydalanib bo'lmasligini anglatadi. 10 kunlik Oy missiyasida bu juda jiddiy muammo bo'lishi mumkin, lekin birinchi nosozlikdan so'ng tizimni bir necha bor qayta yuklash muammoni yo'qolishiga olib keldi. Keyinroq bu tizimda suyuqlik muzlashi kuzatildi. Bunda kemani quyosh tomonga burish hojatxona tizimida qotib qolgan siylikni erishini va tizim qayta ishga tushishini ta'minladi. Umuman olganda, parvoz ancha maromida davom etmoqda va 4 nafar ekipaj a'zosi uchun yetarli darajada qulay sharoitlar ta'minlanmoqda. Masalan, eng zamonaviy hisoblangan Crew Dragon kemasida ham o'rindiqlarni yig'ib qo'yish imkoni yo'q. Bu esa vazinsizlik holatida ekipajning erkin harakatlanishiga va jismoniy mashqlar bajarishga xalaqit beradi. Orion kemasida esa bunday qulayliklar ko'zda tutilgan. Ekipaj a'zolari 6-aprel kuni bizning tabiiy yo'ldoshimiz yonidan uchib o'tishdi. Ekipajning koinotdagi kundalik hayoti odatdagidan boshqacha kechmoqda. Kemada ilk bor astronavtlarga o'z shaxsiy smartfonlaridan foydalanishga ruxsat berildi. Shu vaqtgacha har ehtimolga qarshi degan tamoyil asosida bunday narsalar qat'iyan taqiqlab kelinar edi. Kemada maxsus Wi-Fi tarmog'i o'rnatilgani sababli telefonlar nafaqat kamera vazifasini o'taydi, balki aloqa vositasi sifatida ham ishladi. Ekipaj 4 kishidan iborat bo'lib, ularning orasida eng tajribali astronavt Kristina Kox hisoblanadi. U Yer orbitasida 11 oy davomida bo'lgan va ochiq koinotga skafandrda 6 marta chiqqan. Uning ochiq koinotdagi umumiy ish vaqti 28 soatni tashkil etadi. Shu bilan birga ekipaj orasida koinotga birinchi marta uchayotgan yangi a'zo, kanadalik Jeremy Hansen ham bor. Odatda bunday o'ta murakkab missiyalarga tajribasiz odamlar olinmas edi. Biroq Kanada va AQSh o'rtasidagi o'zaro kelishuv NASAni ushbu davlat vakilini ham jamoaga qo'shishga majbur qildi. Natijada ushbu kanadalik astronavt Oyga parvoz qilgan tarixdagi birinchi amerikalik bo'lmagan insonga aylandi. 6-aprel kuni esa Artemida 2 ekipaji Yerdan naq 406.764 kilometr masofaga uzoqlashib, yangi jahon rekordini o'rnatdi. Insoniyat tarixida hali hech kim sayyoramizdan bunchalik uzoq masofaga ketmagan edi. Ushbu natija 1970-yildagi mashhur Apollon 13 missiyasi o'rnatgan ko'rsatkichdan qariyb 6600 kilometrga ko'proq bo'ldi. Shunday qilib, ushbu missiya astronavtlari koinotning eng olis nuqtasiga yetib borgan insonlar sifatida tarixda qolishdi. Orion kemasi Oy yuzasidan taxminan 6500 kilometr balandlikda uchib o'tdi. Kema Oyning orqa tomoniga o'tgan vaqtda esa kutilganidek 40 daqiqa davomida Yer bilan aloqa butunlay uzildi. 7-apreldan 9-aprelgacha bo'lgan vaqt davomida ekipaj Yerga qaytish yo'lini bosib o'tmoqda. Bu sayohat erkin qaytish trayektoriyasi bo'yicha amalga oshirilmoqda. Bu usul tabiiy harakat kuchi yordamida minimal darajada yoqilg'i sarflanishini ta'minlaydi. 10-aprel kuni esa missiyaning yakuniy nuqtasi Yerga qaytish va okeanga qo'nish jarayoni amalga oshiriladi. Rejaga ko'ra, Orion kemasi kechki payt San-Diego qirg'oqlariga yaqin joyda Tinch okean suvlariga kelib qo'nishi kerak. Artemida dasturining keyingi bosqichi, ya'ni Artemida 3 missiyasi 2027-yilga mo'ljallangan. Qizig'i shundaki, ushbu missiya davomida Oyga uchish rejalashtirilmagan. Astronavtlar Yerga yaqin orbitada qolib, Oy yuzasiga qo'nish bilan bog'liq texnologik jarayonlarni mashq qilishadi. Ular Oyga qo'nish moduli bilan koinotda tutashishni, ekipajni bir kemadan ikkinchisiga o'tishini mashq qilishadi. Shuningdek, modulning barcha tizimlarini tekshirib, ochiq koinot va Oy uchun mo'ljallangan yangi skafandrlarni sinab ko'rishadi. Oy yuzasiga qo'nish esa faqat 2028-yilga mo'ljallangan Artemida 4 missiyasida sodir bo'lishi kerak. Aynan shu missiya davomida Oy orbitasida quriladigan Lunar Gateway stansiyasining birinchi modullarini yetkazib berish ham ko'zda tutilgan. Faqat shundan keyingina Artemida 5 missiyasi boshlanadi. Bu bosqichda astronavtlar Oyda uzoq muddatli maxsus baza qurishlari ko'zda tutilgan. Oyga qo'nish 2030-yilgacha, u yerdagi bazani barpo etish esa 2033-yilgacha yakunlanishi kutilmoqda. Odamlar uzoq muddat yashashi mumkin bo'lgan mana shu bazani qurish va ishga tushirish Artemida dasturining yakuniy va bosh maqsadi hisoblanadi.
Biroq birinchi va ikkinchi missiyalar orasidagi kutilmagan uzoq tanaffusni hisobga olib, ayrim mutaxassislar NASAning bu rejalari belgilangan muddatda bajarilishiga shubha bildirishmoqda. NASA vakillari esa shoshilishga o'rin yo'qligini, barcha bosqichlarni puxta ishlash va kerakli darajada xavfsizlikni ta'minlash uchun qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha sarflashlarini aytishmoqda. Lekin amerikaliklar vaqtni juda cho'zib yubora olmaydilar, chunki raqobatchilar ularning izidan quvib kelmoqda. Birinchi navbatda Xitoy o'zining Chang'e 9 nomli o'ta og'ir raketasini yaratishni yakunlamoqda. Uning ilk sinovlari 2027-yilga belgilangan. Shuningdek, 2024-yilda Rossiya ham o'zining Yenisey nomli o'ta og'ir raketa tashuvchisi ustida ishlarni qaytadan boshladi. Shuning uchun amerikaliklar, ayniqsa Elon Musk, Oy poygasiga qo'shilish arafasida turibdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va izoh qoldiring. Agar qaysidir ilmiy mavzu sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, uni ham izohlarda yozing. Balki aynan sizning izohingiz keyingi videolarimiz mavzusi bo'lar.